Assalomu alaykum aziz do'stlar. Olmaliq shaharida mana bruchatka seximiz bor. Bruchatka seximiz. Shu yerga bruchatkada ishlagan, bruchatkani chiqarishni tushungan bolalar kerak. Объемga to'lanadi, kvadrat metriga to'lanadi. Kvadrat metri qancha ustaki? Kvadrat metri 10 ming so'm. Bu yerda ishlab ketgan bolalar bor. Kuniga 1 milliondan tushirgan. Yotar joyi bor, dushlari bor, ovqati ham bor, pitaniya ham bor. Misol uchun mana Rossiyalarda ishlab, shu narsani ishlab kelgan bolalar bo'lsa, o'zimiz O'zbekistonda patent to'lanmaydi, hech qanaqa registratsiya to'lanmaydi. Yotar joyiga javob men o'zim o'sha Abdusalom Hofizman. Mana shu seximiz bor. Marhamat, agar kim bilsa kelsin, xohlasin bugun kelsin, xohlasin erta kelsin, faqat oldin ishlangan, tushungan bo'lsin. Mana hamma sharoit bor. Birov uni militsiyaga olib ketib, tuda bo'lmaydi. Patent yo'q, o'rtoqlar. Marhamat. Kutib qolamiz.